shunaqa kanal yoqasida, ariqni yoqasida sizlarga Uglovoydan 11,5 sotuvli xonadon topib qo'ydim. Toshkent viloyati, Toshkent viloyati Nurafshon shahri, Ma'rifat MFI, Xonariq ko'chasi 2-uy. 11 sotiq, amalda 11 sotiq. Xullas hamma kadastrlarni chiroyli qilib olishgan. Mana shu joy. Xullas olgan odam baraka topadigan joylar. Qaranglar, ariqda suvlar to'lib oqib yotibdi, mana ko'ryapsiz. Suvdan, kommunalkadan, internetdan muammo yo'q. Nurafshonning sentrigacha qancha kirdik aka? 200 metr kirdik, menimcha taxminan 200 metr. Mana shu ko'chadan kirdik. Mana uyda fasadi, ko'ryapsizlar. Mana shipirdan qo'yib qo'yilgan, demak devorgacha. Mana qo'shni devori o'zi ajralib turibdi ranglari bilan. Mana shu joydan. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan yaxshi joylar. Ko'chalar ham tinch, asfaltlar qilingan. Bu yoqqa chiqsangiz milliy taomlar bor ko'chada. Bank, o'sha hokimiyat hammasi yaqin joylar. Xudo xolasa Nurafshon rivojlanib boryapti, narxi xudo xolasa oshib ketadi. Shuni olib qo'yish kerak bo'ldi. Bismillah. Mana xonadonga kirdik. Akamni o'zlari turar ekan. Endi ayol kishi bo'lmagan ekan, bilasiz. Qanaqa bo'ladi. Mana hovli. Bu yoq qo'shni. O'rtada devor. Va to'g'rimizdagi kladovka ekan mana. Bu tomon kladovka. Endi uzumlarni ham yeyib qo'yishdi, endi ozgina shira tushib qopti. Bu yoq kladovka. Endi bu tomonlarda ko'rsataylik, bu tomonlarda ham. Bular mana bu narsalar o'sib ancha o'rmonga o'xshab qopti. Keyin bu yoqqa ham ko'rsataylik. Akalar, mana ko'ryapsizlar. Mana shu joy 11,5 sotuvli joy. Mana. Xudo xolasa ikkita aka-ukaga ikkita uchastka chiqadigan joy bor xullas bu joyda. Mana shu betonlarni ham qurib qo'yishgan. Uni buzib tashlasangiz ham bo'ladi. Lekin kadastrda bor hammasi. Mana shu joy. Ikkita aka-uka olsa, xudo xolasa bitta o'q bilan ikkita quyonni urgandek bo'lasizlar. Cho'zib o'tirmaymiz narxini. 62 ming so'rashyapti. Xudo xolasa o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari bor. Nurafshonning sentr joyi. Yana ko'rsatdimmi sizlarga? Ma'rifat ko'chasi deb. Yana bitta kadastr ko'rsatib qo'ying. Mana. Yakka tartibdagi turar joy. Kadastrlar hammasi joyda, mana Toshkent viloyati, Nurafshon shahri. Mana Ma'rifat MFI, Xonariq 2-uy. Endi uyda ishlar bilan sekin tanishtirib boraman. Mana kiraverishimiz. Mana bu joyga endi shunda o'tirib choy ichib o'tirsa bo'ladigan joy xullas. Bu yoq tomon oshxonasi. Kiraverishingizda mana oshxona bor bu yoq tomonda. Bu yoq hol, mana kiraverishingiz. Xonani remontlari o'rtacha yaxshi holatda. Bu tomon spalnisi mana. Spalnisini ham shuni ko'rsatib yuboring aka. Xo'p, bu tomoni sanuzellari. Mana. Sanuzel. Yaxshi, sharoitlari yaxshi. Xo'p, bu tomon zal, hamma xona pol qilingan. E'tibor bersangiz, bu yoqni detskiga qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana. Mana pechkaning nomi nima? Kommentariyada bilgani shuni yozib yuboringlar. Nima deb aytiladi mana shu narsa? Mana. Xullas qarang. 1, 2, 3 xona. Agar hol oshxonalarda ma'mul qo'shadigan bo'lsak, 6 xona. Rashti. O'zi qo'shsak bo'ladimi? Nima deysizlar? Mana shu joy, xudo xolasa, olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topadigan. Xullas, yaxshi joylar. Ikkita aka-uka bo'ladigan bo'lsa, olib qo'yinglar. Xudo xolasa, ancha barakasi bor. 65 ming, 62 ming degani bilan yana ancha o'tib beradigan joyi bor. Qarang, yaxshi joylar. Nurafshonning sentr joylari. Mana gazlar kirgan mana. Gazlarni
Mana cho'chiklarni hammasi qo'yib qo'yishgan. Internet, kommunalka zo'r. Bu yerda gaz o'chmaydi mutlaq. Chunki sentr joylari yaqinda dodamiz kelib ketdilar. Bilasizlar, dodamiz kelgandan keyin yanada tekshirishlar, nazoratlar yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa rivojlanishimiz yaxshi. Xo'p, Cityga где-то bir 1 kilometrdan keyin Nurafshon City nariyog'i. Bu endi asosan Nurafshon To'ytepaning markaz joylari. Ko'chani boshiga где-то 200 metr Militomlar, maktab, bog'cha hamma narsa yaqin. Birinchi maktab ham yaqin bu tomondan. Gulondon deysizmi, magazinlar deysizmi, hammasi yaqin. Supermarketlar ham. Xo'p, Qo'yliqqa bu joydan 23 kilometr chiqadimi aka? 21. 21 kilometr Qo'yliqqa chiqadi. Fu Cityga necha kilometr? Taxminan 16. 16 kilometr. Akalar mana Nurafshon shahri To'ytepaning markaz joyidan 62 mingga so'rashyapti. Zo'r narx qo'yishgan, xudo xolasa. Yana ancha o'tib beradigan joyi ham bor. Yashashga kelasiz, bemalol tayyor yashaysiz. Muammo yo'q. Ikkita aka-ukaga uchastka chiqadigan joy. Ariqda bo'yi. Agar dehqonchilik qilaman desangiz ham, ana shuni suvlarni bo'yida. Muammo yo'q joylar. Xullas, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Like-ni bosib, yaqinlarga shuni linkini olinglar-da. Telegramda tashab qo'ysalar, kimdir uy olishiga, kimdir uyli bo'lishiga, xudo xolasa, siz sababchi bo'lib qolasiz. Like-ni bosing, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like-ni bosib, tanishlarga ulashib qo'yinglar.